Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli do'stlar. Bugun xudo xolasa sizlarga kivi noki haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Kivi noki Koreyadan kirib kelgan noklardan. Xudo xolasa 1 yilda mevaga kiradigan, eng tez mevaga kiradigan va unaqa katta bo'lib ketmaydi daraxti. Noklardan biri mana. Ko'rib turibsizlar, bitta ikkita bo'lsa ham yosh niholcha meva olgan, bir yopishtirib qo'ygan yo'q buni. Mana o'zi ko'rinib turibdi shekilli. O'tgan ko'p video qo'ysam ko'pchilik yopishtirib video qilyapsan deydi. Kivi nokimiz mana behiga hamda nokka payvand bo'ladi. Ozgina kasallikka chalinuvchan. O'rgimchak yana hozir ayni vaqtda bug'doy o'rim paytida ko'p tushadi. Dorilab turish kerak albatta. Limonka noklarimiz. Bu yerda 10 xil noki bor. Ko'chatlarni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, pastda nomerlar bor. Eksport qilsa bo'ladi mevalarini bemalol ekib qo'yinglar ko'chatlarini. Yaxshi daromadli narsa. Kamida 15 ming, 20 ming o'tgan yil sotilgan. Bu yil ham xudo xolasa shu narxlarni mo'ljallab turibmiz. Bu yerda boshqa turdagi mevali ko'chatlar ham kerak bo'lsa, xarid qilishlari mumkin. Gilos, islam, olma, shaftoli 480 ming dona payvand bo'lgan ko'chatlarimiz. Valavoy, skina, har xil giloslarimiz ham bor.